faylasuf Yogan Goten yaxshi gap bo'lgan. Haqiqatni eng asosiy tamoyillaridan biri bu tajriba. Agar imkoniyat bo'lganda, o'tib ketgan buyuk shaxslardan qaysi biridan siz intervyu olgan bo'lardingiz? Deysan dushmanlarsiz o'tdi bu hayot. Nahot sharaf bo'lsa bunday isnot. Kimda ustun bo'lsa, nomus, or va shon uning hayot yo'li. O'tmagan inson. Profi University. Think out of the box.